Barchaga assalomu alaykum. Kia Bog'shamol avtosalonidan navbatdagi mamnun mijozimiz akajon Kabishda o'sha eng full pozitsiyasini taqdim etamiz. Rahmat. Shuncha mehnatlaring evaziga mana ancha chopib qilib berdilaring. Sizlarga rahmat. Mana aytilganday mashinamizni muddatida oldik. Hammasi yaxshi chiroyli. Instagram haqida bir og'zini aytib o'tsangiz. Instagram orqali keldim. Shu Shahzoda ukamizga ishonib, xudo xolasa ishonchini oqladi 100%. Mana hammaga tavsiya qilaman, Samarqand Bog'shamol avtosaloniga, Kia avtosaloniga kelib, bizga o'xshab xudo xolasa nasib hammaga ham shunday mashina nasib qilishini tilakdoshiman. Xizmatimizdan rozi bo'ling. Rahmat. Kelgusida o'zizga yana ham kattarog'ini seminarga podarka qilib qo'yibdi. Sarentoni o'zizga olib ketish nasib qilsin. Nasib inshaalloh bizlar bu. Agar kelsangiz nasib qilsa aka, mikrofonda turasiz. Mikrofonimiz bitta. Qo'shimcha bonuslari bilan mashinani ideal holatda taqdim etamiz. Bizdan tanlagan hammaga alohida rahmat aka. Sizga ham rahmat, barakasini bersin, marhamat hujjatlaringiz. Agarda sizda opangiz yoki singlingiz bo'lsa agar birinchi o'rindan niyat qiling va ushbu videoni yuborib qo'ying. Sababi do'stim menda opam yoki singlim yo'q, lekin akam singillariga mashina olib berdilar. Kamida shunaqa eng kardesh mana. Aka rosti sizga havas qildim. Nasib inshaalloh men niyat qildik. Singlimizga mana shunday yangi mashina nasib qilgan ekan, mana niyatiga yetish uchun rozi havas qilgan edik. Hammaga ham shu orzu havasiga erishish nasib qilsin. Kim niyat qilgan bo'lsa agar o'sha aynan opasi yoki singlisi farqi yo'q, yaqin insoniga niyat qilgan bo'lsa agar videoni jo'natib qo'yib bitta like bosib qo'ying, sababi mashina kardesh. Hammaga nasib qilsin.